Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda professional target yoqishlikni amaliyotda ko'rib chiqamiz. Bundan avval, demak, asosiy bizni reklama kabinetimiz, ya'ni reklama yoqadigan kabinetimiz Ads Manager haqida qisqacha ma'lumot beraman. Demak, buning uchun Google Chrome'ga kiramiz va o'zimizni Facebook shaxsiy profilimizga o'tib olamiz. Facebook.com'da demak shaxsiy profilimizga o'tamiz va bu joyda chap tomonda demak Ads Manager degan tugma bo'ladi. Mana Ads Manager. Mana shu joyga bosamiz va bizni aynan o'sha reklama yoqadigan mm, kabinetimizga olib o'tadi to'g'ridan to'g'ri. Mana hozir Ads Managerga o'tdik biz. Bundan avval bitta narsaga ahamiyat beramiz. O'tgan darsda demak e, amaliyotda ko'rsatib berganim Tibet Tuz degan demak loyihani e, noldan o'sha akkaunt ochib turib Ads Managerni demak настройка qilgandik. Xuddi shu joyga o'tib olishimiz kerak. Ya'ni biz reklama yoqishimiz uchun aynan o'zimiz ochgan reklama kabinetiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz shaxsiy e, kabinetdamiz, shaxsiy reklama kabinetidamiz. Bu joydan reklama yoqishlik tavsiya qilinmaydi. Nima uchun? Sababi, mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu joyda shaxsiy profil turibdi va buni egasi e, bu egasi bu. Endi mana tepada e, bizneslar bor. Bizneslar egasi bu shaxsiy bo'lgandan keyin agar bu akkauntni reklama yoqib siz kuydirib qo'ysangiz, qolgan hamma akkauntlaringiz kuyib ketishi mumkin. Shunaqa ehtimoli bor. Shuning uchun bu joydan reklama yoqish tavsiya qilinmaydi. Endi yangi ochgan, o'sha o'tgan darsda ochgan akkauntimizga o'tib olishimiz uchun mana bu joyga bosamiz va bu joyda mana Tibet tuz turibdi. Va bu joyga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Mana akkauntimiz o'sha Ads Managerimiz, reklama akkauntimiz, ya'ni Ads Managerga o'tib olamiz. Demak, o'sha proyektimizni Ads Managerga o'tib oldik. Ya'ni agar biz proyekt yuritsak, o'sha proyektni demak Ads Managerga o'tib olamiz. Agar o'zimiz shaxsiy biznesimiz bo'lsa, biznesimizga yangi demak reklama akkaunti ochib turib, o'shani Ads Managerga o'tib olamiz reklama yoqishlik uchun. Endi Ads Managerga o'tganimizda mana shunaqa oyna ochiladi. Boshida tushunarsiz bo'lishi mumkin, qiyin tuyulishi mumkin. Ozgina vaqt o'tguncha shunaqa bo'ladi. Chunki ko'z o'rganish kerak, hali yangi narsa. Bu joyda judayam ko'p funksiyalar, e, knopkalar judayam ko'p, nastroykalar judayam ko'p. Shuning uchun chalg'im emas, judayam oddiy, sodda qilib tushuntiraman. Men qanaqa ko'rsatgan bo'lsam, xuddi shu knopkalar bosib turib, siz ham reklama yoqishingiz mumkin boshlanishiga. Keyinchalik ko'z o'rgangandan keyin sekin-sekinlik bilan amaliyot o'taganingiz sari demak moslashib borasiz aynan mana shu Ads Managerga. Keyin boshqa demak keyingi darslarda boshqa funksiyalarni ham sekin-sekin ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Endi bizni Ads Managerda asosiy qiladigan ishimiz, ya'ni bu joyda mana e'tibor bersak, uchta demak bo'lim bor. Ya'ni kompaniya bo'limi bor, gruppa объявление bo'limi bor va объявление bo'limi bor. Biz reklama yoqishligimiz uchun mana shu uchta gruppada demak biz ma'lum bir funksiyalari bajarishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqadir bir ishlarni bajarishimiz kerak. O'zi belgilab qo'ygan ishlari bor. Mana shuni bajarganimizdan so'ng bizni reklamamiz ishga tushadi. A, Demak, bitta ko'rib chiqamiz. Kompaniya bo'limida biz demak mana kompaniya bosqichi bor. Kompaniya bosqichida biz faqat maqsad tanlaymiz. Ya'ni maqsad nima degani? Biz reklamamizni ko'rgan odamlar nima qilishi kerak? Ya'ni telefon raqamini qoldirish kerakmi? Yoki bizni direktimizga SMS yozish kerakmi? Yoki Telegram kanalimizga o'tish kerakmi? Mana shuni biz aynan kompaniya bo'limida belgilaymiz. Mana shu kompaniya bosqichida demak belgilaymiz. Buni amaliyotda hozir ko'rib chiqamiz. Keyingisi gruppa объявление bo'limi bor. Gruppa объявление bo'limiga o'tganimizda biz nima qilamiz? Budjet belgilaymiz. Gruppa объявление bo'limida necha pulga biz reklama yoqmoqchimiz? Bir kunga yoki 2 kunga yoki bir oyga qancha reklama budjet ajratamiz? Mana shuni belgilaymiz. Keyin местоположение, ya'ni
Biz reklamalarimiz qayerlarda chiqishi kerak? Ya'ni O'zbekistonda chiqishi kerakmi yoki Qozog'istonda chiqishi kerakmi yoki shu joydan O'zbekistonda turib siz reklamangizni butun dunyo bo'yicha ko'rsatishingiz mumkin. Amerikada ko'rsatishingiz mumkin, Yevropa qaysi davlatda ko'rsatishingiz mumkin. Qaysi davlatda sizni demak mijozlaringiz bo'lsa, bor bo'lsa, o'sha joyga siz shu joydan turib reklamalaringizni ko'rsatishingiz mumkin bemalol. Demak, guruh объявление bo'limida byudjet, местоположение, ya'ni qayerda ko'rsatishligingizni belgilaysiz и auditoriyangizni belgilaysiz. Ya'ni sizni auditoriyangiz kimlar? Ya'ni yoshi nechida, ular ayol kishimi, erkak kishimi, jinsini belgilaysiz va qiziqishlarini belgilaysiz. Nimalarga qiziqadi ular? A, Misol uchun ayollar kiyimi bo'lsa, modaga qiziqishi mumkin, ayollar kiyimiga qiziqishi mumkin yoki qanaqadir aksessuarlarga qiziqishi mumkin, ayollar aksessuarlariga. A, Buni ham mana shu qiziqishlar bo'limida belgilashingiz mumkin. И место размещения. Ya'ni bu место размещения siz aynan Facebook Ads Manager'da turib, Instagram'da reklamangizni chiqarishingiz mumkin. Facebook'da alohida reklamangizni chiqarishingiz mumkin. Ya'ni Audience Network bor, u joyda chiqarishingiz mumkin yoki Messenger'da chiqarishingiz mumkin. Aynan to'rtta platformada siz reklamalarni chiqarishingiz mumkin agar xohlasangiz. Xohlasangiz faqat Instagram o'zida ham reklama chiqarishingiz mumkin. Instagram o'zida reklama chiqarganda ham faqat storieslarda chiqishingiz mumkin reklamangiz yoki faqat lentada chiqishi mumkin reklamangiz. Buni ham mana shu joydan turib belgilashingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi demak объявление bo'limi. Ya'ni mana bu объявление bo'limi. Ya'ni bu объявление bo'limida biz nima qilamiz? Akkaunt tanlaymiz, ya'ni Instagram akkauntimizni belgilaymiz, videolarimizni joylaymiz, tekstlarimizni qo'yamiz va havola qo'yamiz, link. Ya'ni bizni reklamamizni ko'rgan insonlar, mijozlar saytimizga o'tishi kerakmi yoki Telegram kanalimizga o'tishi kerakmi yoki Instagramimizga o'tishi kerakmi? Aynan mana shu havolani mana shu joyda qo'yamiz. Demak, biz reklama yoqishimiz uchun mana shu uchta bo'limda mana shu ishlarni qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi amaliyotda qisqacha ko'rsatib o'taman. Demak, Ads Manager'ga o'tdik, qisqacha tushunib oldik bu narsani. Endi maqsadlarini bitta ko'rib chiqamiz va reklama yoqishni boshlaymiz. Demak, maqsad bu joyda ko'rsatib o'tdim. Maqsad belgilashimiz kerak edi. Qanaqa maqsadlar bor? Facebook Ads Manager'da reklama yoqib, biz qanaqa insonlarni o'zimizga jalb qilishimiz mumkin? Osonlik bilan. Ya'ni Sazda tugmasini bosganimizda har doim Sazda tugmasini mana bosdik. Bizga Facebook 3 ta, 6 ta demak maqsadni ko'rsatadi. Birinchi maqsad bu uznavayimiz. Ya'ni uznavayimizni bosganingizda mana ko'rsatib qo'ygan bu maqsadni tanlab turib reklama yoqsangiz ko'proq axvat yig'asiz, ya'ni prosmotr ko'p yig'asiz, brendingizni tanitishingiz osonroq bo'ladi. Videolaringizni demak prosmotrni ko'paytirishingiz mumkin yoki siz qanaqadir kichkinaroq lokatsiyada demak xizmat ko'rsatadigan bo'lsangiz, Toshkent yoki qaysidir viloyatda faqat kichkina shaharni o'zida demak mijozlaringiz bo'lsa, butun O'zbekistonda emas, faqat o'sha shaharni o'zida. Unda ham ana shu maqsadni tanlab turib, aynan o'sha tochkaga reklamalaringizni o'sha atrofingizdagi insonlarga reklamalarni ko'rsatishingiz mumkin. O'zlamangiz maqsadini tanlaganda. Keyingi maqsad trafik. Trafik o'zi nomi bilan ko'rinib turibdi, demak, mijozlari Telegram yo Instagramga demak olib kirish. Demak, trafikni tanlaganimizda mana ko'rsatib qo'ygan nimalar qilish mumkin. Instagramga odam olib kirishimiz mumkin ko'proq. Telegramga ko'proq odam olib kirishimiz mumkin. Sayt bo'lsa, saytimizga ko'proq olib kirishi mumkin. Telefon raqamimizni qo'yib turib, demak, odamlar bizga telefon qilishga yoqishimiz ham mumkin. Aynan trafik maqsadini tanlaganimizda. Keyingisi va uchinchi maqsadi asosan bizda hozir juda ham ko'pchilik foydalanyapti. Directga SMS yozishda foydalanishyapti. Demak, odamlar sizni reklamangizni ko'rib, direktingizga SMS yozishni xohlasangiz, demak, uchinchi maqsadini tanlaysiz. Keyingisi lead maqsadi. Lead maqsadida demak, reklamangiz yoqqaningizda lead maqsadida sizni reklamangizni ko'rgan odamlar ismi va telefon raqamini olib qolishingiz mumkin bo'ladi. Aynan lead maqsadini tanlaganingizda. Keyingisi продвижение приложения. Bu ko'pchilik ishlatmaydi bizda.
E, Buni ko'proq demak katta kompaniyalar ishlatadi, ya'ni qanaqadir prilojeniyasi bor bo'lsa, masalan, Payme bor, Paynet bor, shunga o'xshagan prilojeniyalar bor. U joyga odam yig'ish kerak. Misol uchun, Paynet ko'proq obunachilari o'zini ilovasidan foydalansa, demak, Paynet ko'proq foyda qiladi. Shuning uchun mana shunaqa ilovalarga, prilojeniyalarga odam yig'ish kerak bo'lsa, demak, mana shu maqsadni tanlaydi. Keyingisi prodaja. Prodaja ham O'zbekistonda juda ko'p, kamdan kam odam foydalanadi. Sababi, prodajadan foydalanishingiz uchun, prodaja maqsadidan foydalanib reklama o'qishingiz uchun, demak, sizni saytingiz bo'lishi kerak. Saytda demak, to'lov tizimlari ulangan bo'lishi kerak. Bir nechta talablari bor. Shuning uchun bu maqsaddan ham kamroq foydalanamiz. O'zbekistonda hozirgi kunda juda ko'pchilik foydalanayotgani, demak, vovlichonus, ya'ni direct SMS yozib ko'proq reklama beryapti va foyda ko'proq bo'lyapti. Keyingisi lead maqsadi. Aynan mana shu ikkita maqsadni tanlab turib e, yaxshi natija qilyapti juda ko'pchiligi. E, Qolgan maqsadlardan ham qayerdadir foydalanish mumkin, lekin boshlanishiga maslahatim lead yoki vovlichonus maqsadidan foydalanib, demak, reklama yoqib turishni tavsiya qilaman. Demak, bugungi dars shundan iborat. Keyingi darsda уже vovlichonus yoki lead maqsadiga demak, belgilab turib reklama yoqishlikni ko'rib chiqamiz.